Leksimizni davamlaştırmamız hürmetli vatandaşım. Şunda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump İran'da qo'lga olingan Amerikalik grajdanlarni İran hukumatining turmadan qo'yib berishini talab qildi. Prezident Trump nishonini Venesuelada yemirilgan demokratik tuzumga, islom radikalistlarining tahdidiga hamda Kuba hukumatini tanqid qilishga qaratdi. BBC radio televiziya şirketinin Amerika'nın devlet mahkemesi turuşqa avatilgan alayda muxbiri Barbara Yoshir mundaq ko'rsatdi. Çavuşan Prezident Trump'ның nutqini Prezident Trump Çavuşanga urush ochdi. Herkes urushni cheklanmaydi deb tushunishi mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mudofaa ministri bo'lgan ministerligining ministri James Mattis 18-kuni mundaq ko'rsatdi. Amerika armiyasi Seulning bexatarligini kapolatga ega qilish oldingi shart ostida harbiy harakat qo'llanadi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Mudofaa ministri James Mattis 18-kuni mundaq ko'rsatdi. Amerika armiyasi Seulning bexatarligini kapolatga ega qilish oldingi shart ostida harbiy harakat qo'llanadi. Çavuşanga urush ochamdi. Prezident Trump'ning odatdan tashqari telefonidan oshkoralanib qoldi. Mavzuli xabar 9-ayning 20-kun Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Endi ikkinchi xabarga ko'chdik vatandoshim. Bu xabar Shangangda 01 gazetida e'lon qilindi. Çavuşanның rahbari Kim Jong-un G'arb dunyosiga pisand qilmadi. Hatta Jungo'nun agahlandırışlarına pisand qilmadi. Növbetdə yana raketasına qilib oxirgi chakka kelib yetdi. Bu qatam bir hafta ichida Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump bilan Jungo'ning raisi Xi Jinping telefonda ikki qatim so'zlashib, zishlik dardisi odatdan olqib ketib, ikki davlat o'rtasida hamkorlashadigan intayin zo'r va intayin jiddiy bir ish borligini ko'rsatdi. Prezident Trump bilan Xi Jinpingning bir hafta ichida ikki qatim telefonda so'zlashganligi balki bu oz uchraydigan bir ahvoldir. Bu aralıqda Jungo Amerika o'rtasida bir ish yo'q edi. Yoki jiddiy bir ish yo'q edi. Çavuşan meselesinden başka takabül turuşqa tegishli. Tashqari dunyo diqqat qilish tegishli bir taraf shuki, Jungo Amerika aloqador taraflar telefon suhbatini xabar qilgan chaqda Çavuşan meselesi qismida to'xtalganda odatdan tashqari bir ifoda oshkorlandi. Jumlalarga diqqat qilinglar hurmatli vatandoshlarim. Aqsaray bayonotida mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump bilan Reis Xi Jinping bexatarlik komitetining qarorini majburiy ijro qilishga qo'shilib, Çavuşanga intayin zo'r besim ishlatmoqchi bo'ldi. Aqsaray bayonotida mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump bilan Reis Xi Jinping bexatarlik komitetining qarorini majburiy ijro qilishga qo'shilib, Çavuşanga intayin zo'r besim ishlatmoqchi bo'ldi. Lekin Jungo Shinhua agentlik xabar qilib, ikki davlat rahbarlari Çavuşan yerim orolining vaziyati to'g'risida fikr almashtirdi dedi bo'ldi qildi. Boshqa mazmunlar to'g'risida eg'iz ochmadi. Jungo tarafning telefon suhbatining mazmunlarini eg'izga olmaganligi bunda ikki tarafda ifodalanadi. Birinchi, Amerika Jungo Çavuşanni qattiq bir taraf qilishga o'rtaq tunishga keldi. Balki o'zaro tushunish hosil qildi. Navbatda buni oshkorlashga bo'lmaydi. Ikkinchi, Çavuşanni qandaq bir taraf qilish jihati yoki balki ikki davlat o'rtasida og'ir ixtilof ko'rildi. Tafsiliy mazmunni oshkorlashga bo'lmaydi. Mümkünlük şu ki cümleden Amerika Çavuşanga qurol ishlatishni qaror qildi. Balki Jungo bununla qarshi turdi. Albatta ikki sabab tugidi. Albatta tashqari dunyo haqiqiy mazmundan xabardor emas. Telefonda suhbatlashganda ikki davlat boshlig'ining so'zlashgan so'zlarining haqiqiy mazmundan tashqari dunyo xabardor emas.
Lekin diqqat qiladigan tarafimiz shuki, Amerikada aloqador taraflar Chavshanga qurol ishlatadigan uchurini orqa-orqadan tarqitishga boshladi. Albatta, tashqari dunyo haqiqiy mazmundan xabardor emas, ki davlat rahbari telefonda deyishdi. Lekin diqqat qiladigan tarafimiz shuki, Amerikada aloqador taraflar Chavshanga qurol ishlatadigan uchurini orqa-orqadan tarqitishga boshladi. Buning ichida prezident Trump Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umum yığında sözlügen notqida Chavshan Amerika ve Amerika'nın ittifaqdoshlarına tahdid keltirdigan bo'lsa, o'zil kesel tarmar qilamiz dedi.